Mana atmosferani zo'ri. Prosta kelib mana shu yerda turaversangiz bo'ldi. Organizmingiz o'zida suvni shovqinidan ham, tabiatdagi kisloroddan ham o'zini o'zi vasanaga qilib oladi. Prosta turaversangiz bo'ldi. Prosta turaverish kerak. Chiqasiz 5 minut nafas olib, xotirjam butun tanangizga quloq solsangiz, organizm o'ziga kerakli bo'lgan hamma energiyani shu yerdan oladi. Dachaga dam olishga chiqqandan keyin обязательно har kuni ertalab chiqib sayr qilish kerak. Tana yayriydi. Kislorod shu darajada kirib boradi. Hujayraga kirib, sizdagi moddalar almashinuvi yaxshilanadi. O'z-o'zidan tanangizda xotirjamlik, tinchlik paydo bo'ladi. Qanaqadir tinchlantiruvchi dorilar, terapiyalar kerak emas. Prosta shu narsani erinmasdan qilish kerak, his qilish kerak.